Amerikaga 17 yoshimda kelganimda oddiy farroshlikdan boshlaganman. O'shanda soatiga atigi $5 berishardi. Keyin o'zbek onalarning bolalariga qaradim. Ular esa soatiga $2 to'lashardi. Farroshlikdan osonroq deb bunga ham rozi bo'lganman. Undan keyin supermarketda ishladim. 5-6 yil qariyalarga qaradim. Lekin shu ishlarimning barchasida faqat o'qishimga investitsiya qildim. Kechalari va hafta oxirlarida ishladim. Hafta kunlari esa o'qish bilan band edim. Men har doim bilim va ta'lim insonni yuqoriga olib chiqishiga ishonganman. Mana Amerikaga kelganimga 11 yil bo'ldi. Bugun IT sohasida o'z karyeram bor, oilaviy restoran biznesimiz bor va uydan turib muslima ayollarimizga shar'iy liboslar sotadigan butik ochdim. Bugun bu butik orqali juda ko'p opa-singillarimizni islomiy, shar'iy liboslarni kiyishiga sababchi bo'lyapman. Shu bilan birga hijobli muslimalarimga o'zlarini malikalardek his qildirish men uchun bir umr orzu bo'lgan. Instagramda sizga havas qilaman deydiganlar ko'p, lekin shuni eslatib qo'ymoqchimanki, bugungi hayotim osonlikcha kelmagan. 10 yil oldingi Nigina hech kim havas qiladigan hayot kechirmagan edi. Lekin qattiq mehnat, sabr va Allohga tavakkal qilish bilan har qanday maqsadga erishish mumkin. Selini butik kichik biznesimni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Ramazon muborak bo'lsin.